Ba'zida quloqdan har xil tusli suyuqliklar kelishi bilan quloqdagi shovqin, eshitishni pasayishi, og'irlik, dimlanish. Aslida esa bu kasallik o'z vaqtida davolanmasa, quloq pardasining teshilishi, yorilishi va hattoki eshitishni butunlay yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Kasallik ko'pincha quyidagi alomatlar bilan boshlanadi. Bular: ko'pchilik odamlar shamollashdan keyin qulog'i og'risa, bunga unchalik e'tibor berishmaydi. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan juda ko'p uchraydigan, lekin ko'pchilik ahamiyat bermaydigan, e'tibor bermaydigan kasallik haqida gaplashamiz. Bu o'rta quloq yallig'lanishi, ya'ni otit kasalligi. Ko'pchilik odamlar shamollashdan keyin qulog'i og'risa, bunga unchalik e'tibor berishmaydi. Aslida esa bu kasallik o'z vaqtida davolanmasa, quloq pardasining teshilishi, yorilishi va hattoki eshitishni butunlay yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Otitning asosiy sabablari bular: shamollash, allergiya, burun bitishi va immunitetni pasayishi hisoblanadi. Kasallik ko'pincha quyidagi alomatlar bilan boshlanadi. Bular: quloqdagi shovqin, eshitishni pasayishi, og'irlik, dimlanish, ba'zida quloqdan har xil tusli suyuqliklar kelishi bilan. Ba'zan odamlar quloqdagi og'riqni, diskomfortni yo'qotish uchun o'zlari bilgancha davolanishadi, lekin bu juda ham katta xato. Eng to'g'ri yo'l bu lor shifokoriga murojaat qilish. Lor shifokori nazoratida har xil antibiotiklar, burun ochuvchi dorilar yoki maxsus muolajalar buyurilishi mumkin. Vaqtida davolangan otit kasalligi eshitishni butunlay yaxshilanishiga, tiklanishiga olib keladi. Aksincha bo'lsa, eshitish butunlay yo'qolishi mumkin. Agar sizda ham yuqorida sanab o'tilgan alomatlardan birortasi bo'lsa yoki sizni bezovta qilayotgan bo'lsa, vaqtni o'tkazmasdan mutaxassisga murojaat qiling.